O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining maxsus shtabida berilgan vazifa va topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida ta'minlash uchun markaz ilmiy xodim va mutaxassislari kuchli mas'uliyat bilan qizg'in va muhokamali ish jarayonlarini olib borishmoqda. Xususan, shtabning turli nuqtalarida qator ishchi guruh yig'ilishlari o'tkazilyapti. Ushbu yig'ilishda Qur'on zali bo'limi ekspozitsiyadagi loyihalar joylashuvi muhokamasi ketayotgan bo'lsa, bu yig'ilishda esa mega loyiha ekspozitsiyasidan joy oladigan kino media mahsulotlar muhokamasi olib borilyapti. Shuningdek, markaz binosining ichki va tashqi qurilish ishlari, texnologik jihozlash masalalari, birinchi va ikkinchi Renessans hamda xonliklar davri bo'limi ekspozitsiyasini boyitishga qaratilgan ishchi guruh yig'ilishlari ham bo'lib o'tdi. Boshlov degan dekoratsion qildiruvchi demakdir.